Zammatul qabr, qabr qisishligi. Bu qabrni payg'ambar alayhissalotu vassalom xuddi kimga o'xshatdi? Ona o'z farzandini quchog'iga olishlikka o'xshatdi. Agar mo'min, musulmon kishi bo'ladigan bo'lsa, uni ham qabr qisadimi? Ha, uni ham qabr qisadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nima dedi? Agar qabrning qisishidan qutula olganda kim qutular edi? Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu, Alloh taolo undan rozi bo'lsin, bu kishini vafot etganiga Allohning arshi larzaga keldi degan payg'ambar alayhisolatu vassalom. Shu darajada ko'p farishtalar bu kishining janozasiga tushdiki, oyoq bosib bo'lmaydi degan. Ana o'sha kishini ham qabr qisgan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilar, agar solih inson, mo'min inson bo'ladigan bo'lsa, qabr yumshoqlik bilan qisadi. Agar tolih inson bo'ladigan bo'lsa, agar gunohkor inson bo'ladigan bo'lsa, qabr shunday qisar ekanki, qovurg'alari bir-biriga o'tib ketadi deydi. Alloh taolo qabr azobidan, qabrni qisishligidan va barzax hayotidan Alloh taolo hammamizni ham yengil o'tishligimizni nasib qilsin.